To'rkilani mana bu 15 litr sovuq suvda eritsak 1 minutga borib bormay eriydi, suv qiziydi isib. Isiganda o'sha rastvorni hojatxonaga qo'yib yuborsangiz bo'ldi. Bu videodan maqsad nima deganlarga, buni biz sotamiz. 4 kilosi 100 ming so'm, o'sha 4 kilosi 1 kubba axlatni eritib yo'qotadi. Bugun tashalsa, misol ertaga birinchi hid yo'qoladi. Keyin shu bir hafta 10 kunga borib bormay shu 1 kubba axlat suvga aylanib bo'ladi. Suv yerga shimilib ketadi. Qachonki hojatxonaning tag qismi, yamini beton bo'lmagan bo'lsa, o'sha yerdan yerga shimilib ketadi. 1 kubbaga 4 kilo. Hozir men buni paqirga to'kaman, eritaman aralashtirib. Qo'lda sariq qiyinroq. To'kamiz. Suvga 4 kilo. Hidi bor. Suvga hidi chiqadi. Hop, bo'shatdik. Endi bitta kalta bilan 1 minutdan emas, taxminan 1 minut deylik. Aralashtirsak erib ketadi. Eriganda keyin mana suv qiziydi ya. Suvingiz kam bo'lsa qaynab ham ketadi. O'shanga 15 litr sovuq suv deganim o'shanda isiydi, qiziydi-yu, qaynamaydi. Mana erib bo'ldi. Tagida hech nima qolmadi. Mana shu rastvorni endi hojatxonaga qo'yib yuborsak bo'lgani shu. Hidi chiqadi, iloji bo'lsa mana eritayotgandim. Maska taqib olsangiz. Sal diskomfort bo'lmaydi.